Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Xayr Rossiya, salom Yevropa. Rossiya Osiyodan yangi muhojirlar oqimi kelishini taxmin qilmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidenti Sergey Katerin gazeta Ruga bergan intervyusida yaqin kelajakda Vyetnam, Nepal va Bangladeshdan Rossiyaga mehnat muhojirlari oqimi kuchayishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlari uzoq muddatli shartnomalar asosida kelishga tayyor. Ishchilarning katta guruhlarini shakllantirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga Katerinning ta'kidlashicha, chet el ishchi kuchiga haddan tashqari ishonish, avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishni sekinlashtirishi mumkin. Mutaxassis Hindistonda migratsiyaning kuchayishi Rossiyada xususan qurilish va restoran, xizmat ko'rsatish sohasida, chakana savdo va tozalash kompaniyalarida ishchi kuchi yetishmasligi bilan bog'ladi. Korxonalar uchun bu ishchi kuchi yetishmovchiligini to'ldirish va buyurtmalarni o'z vaqtida bajarish, ishchilar uchun esa pul ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Rossiyada daromadlar migrantlar kelayotgan mamlakatlarga qaraganda taxminan 1,5 baravar yuqori. Katerin 2026-yilda Hindistonda migratsiya o'sishini bashorat qilmoqda. Rossiya MDH davlatlaridan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan ishchi kuchiga tayanishda davom etadi. Biroq ekspert ta'kidlaganidek, bu mamlakatlarning resurslari cheklangan. Turkiya va Yaqin Sharq ishchi kuchi uchun raqobat qilmoqda. 2025-yilda Rossiyaga hindistonlik mehnat muhojirlari oqimi o'tgan yilga nisbatan qariyb 25% ga o'sdi. Qurilish va xizmat ko'rsatish sohasida hindlarning o'rtacha ish haqi Hindistondan 60% yuqori. Ishchi kuchining keskin taqchilligi sababli ular uchun jami 234,9 nafar kvotadan 71,8 ming kishilik kvota ajratildi.